aynan Amerikada siyosiy vaziyat ketyapti. Demak, u yerga borsam men nima deydi, xavfsiz bo'lmasligi mumkin men uchun. Bunday olib aytganda hamma joy ham xavfsiz bo'lavermaydida. Agar biror nima bo'layotgan bo'lsa, shu O'zbekistonda bo'lishi ham mumkin. Haverfordda bitta unik tomoni, mana Ivy League Pennsylvania universiteti bor-ku, Yupenda turadigan, Yupenda u bilan kollaboratsiya qilgan. Siz ham Haverfordda ham Yupenda o'qib olasizda. To'g'risi, siz Haverfordga kirdi degan xabar ko'rganimda xuddi o'zim kirganda xursand bo'lib ketganman, chunki o'g'il bolani o'qitsang bir insonni o'qitgan bo'lasan, qiz bolani o'qitsang butun bir jamiyat ilmli bo'ladi. A+. Keyin men o'sha baholashda A+ olganman-da, keyin feedback yozadi ular, top universitetga shu o'quvchini qilasanmi, tavsiya qilasanmi degan joy bo'ladi. Keyin top 1% deb belgilab berganlar. Shuning keyin o'shadan universitetga tavsiyanoma ham olganman-da. AP Economics o'qiganmisiz? Qanaqa yozgansiz essaylarni? O'zi umuman admission kurs olganmisiz? Chunki men olganman birinchi bitta odamning kursini, lekin pulini to'lamaganim uchun men astagina haydab yuborgan. Odam hozir afsuslanib turgan bo'lsa kerak. Shu va University of Pennsylvaniaga kirganlar, u kishi meni biggest fanim bo'lganida, shunday bo'lishni xohlaganman men. O'zbeklar deyarli hamma kompaniyani egallagan. Men 2 yildan topshirib, keyin reject bo'lganman-da, essaylarni yozish balki o'sha tomondan boshlangan bo'lishi mumkin. Amerikada o'qiganingizdan keyin O'zbekistonga qaytib kelasizmi yo Amerikada qolib ketasizmi shu bilan? U qachon impact beradi? Siz o'zingiz yaxshi ko'rgan ishni qilsangizda, bir ikkita uyda admission uchun mana bu narsani qilish kerak, admission uchun bu narsani qilish kerak. Yo tasavvur qiling, admission yo'q. Shuncha narsaga erishgan bo'lsam ham, lekin boshlanishi baribir muvaffaqiyat bilan bo'lmagan, failurelar juda ham ko'p bo'lgan. Assalomu alaykum hammaga. Progress podcastining navbatdagi sonidamiz. Bugungi kunda O'zbekistonda yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar hech kimga sir emas. So'nggi yillarda ayniqsa prezidentimiz tomonidan ta'lim va xalqaro imkoniyatlarga bo'lgan e'tibor tobora kuchayib, yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar o'z samarasini ko'rsatmoqda. Bugun o'zbek yoshlari dunyoning top universitetlariga kirib, $100,000 grant yutib, global maydonda o'z so'zini aytmoqda. Bugungi mehmonimiz ana shunday yoshlardan biri bo'lgan. Amerikaning nufuzli universitetlaridan biri Haverford College'ga $400,000 grant asosida qabul qilingan birinchi o'zbek qizi Malika Salimova bo'ladi. Assalomu alaykum Malika. Xush kelibsiz. Rahmat. Malika, tabriklayman avvalambor. Yutuqlaringiz bundan-da ko'p bo'lsin. Malika, birinchi o'zingiz haqingizda ozroq gapirib bering. Hozir necha yoshdasiz? Qayerda o'qiysiz? Umuman o'zi qaysi universitetlardan qabul xati oldingiz? Qaysi davlatlarga kirdingiz? Men Malika Salimova, 17 yoshdaman. Navoiyda yashayman. Navoiyda birinchi ixtisoslashtirilgan maktab-internatda 11-sinfda o'qiyman. Men hozirda University of Glasgow 79-o'rinda turadi, dunyo top bo'yicha. Keyin University of Hong Kong bor, bilsangiz, u dunyo bo'yicha 11-o'rinda turadi. Va shular qatorida University of Minnesota, keyin Germaniyaga ham qabul qilinganman va oxiri men o'zim borib o'qiyman deganim Haverford College'ga $100,000 grant olganman. O'zi qarang, Germaniyaga, Buyuk Britaniyaga qabul qilingansiz. Nima uchun aynan Amerika? Endi Amerikaligim sababi Amerika iqtisodiyot markazlaridan biri deb bilaman va u o'zini ta'lim jihatdan boshqa davlatlardan ajralib turadi-da. Misol uchun Nobel mukofotlarini olgan odamlar bo'lishi mumkin. Ular Amerikadagi universitetlarda professorlik qilib dars beradi. U yerga borib, ulardan men dars olmoqchiman. Keyin u yerda katta kompaniyalar bor, Google, Amazon bor, Microsoft bor. O'sha kompaniyalarda amaliyot qilib, o'sha yerda ishlab, keyin O'zbekistonimizga qaytib, o'zimning tajribalarimni o'rgatmoqchiman, o'zim hissa qo'shmoqchiman o'z mamlakatimizga. Shuning uchun Amerikani tanlaganman. Nima uchun bu savol so'radim? Chunki bilasiz, hozirda Amerikada siyosiy vaziyat ketmoqda. Amerikaga topshirayotgan ko'p tanishlarim hozir Yevropa variantlarini ko'ryapti. Aynan Amerikada siyosiy vaziyat ketyapti. Demak, u yerga borsam men nima deydi, xavfsiz bo'lmasligi mumkin men uchun. Shuncha Yevropa variantlarini ko'raydi. Ko'pchiligi Amerikadan to'g'risini aytganda qaytyapti. Lekin men yoshligimdan, o'sha 7-sinfligimdan o'sha Amerikaga o'qimoqchi bo'lib, orzu maqsadlarimni qo'yganman. Endi mana kirdim. Endi bu yerga agar vizalarim o'xshagan bo'lsa, Amerikada o'qiyman. Bilmayman, hamma bunday olib aytganda, hamma joy ham xavfsiz bo'lavermaydida. Agar biror nima bo'layotgan bo'lsa, shu O'zbekistonda bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun tavakkal qilib borib o'qib kelish kerak.
bittagina xavfsizlikda yoki xavflilikda deb manimcha bu orzudan kechish kerak deb o'ylayman. To'g'ri. O'zi hozir 7-sinfda chet elda o'qishni maqsad qilganman deyapsiz. Aynan nima uchun o'zi chet elda o'qishni xohlagansiz va qanaqa fikr bo'lgan ota-onangiz tomonidan, uydagilaringiz tomonidan? Birinchi chet elda o'qiyman, mana ketaman bo'ldi degan paytingiz qanaqa reaksiya ko'rsatishgan ular? Manimcha hammaga ham yoshligimdan aytib yurmaganman, o'zim shu orzu maqsadim bo'lgan, shu chet elga o'qiyman deb. Keyin ayniqsa olganimdan keyin ota-onamga aytganman, mana shu yerda o'qimoqchiman deganman, shucha harakat qilaman, mana bu loyihalarga qatnashishim kerak deb. Keyin sekin ota-onamni o'rgatib borganman-da. Ular ham boshida mayli o'qiysan demaganlar, lekin men bilaman ota-onalarga birinchi natija ko'rsatish kerak-da. Ular boshdan ular qo'yib qo'ymaydi, mayli boqaveradi deb qo'ymaydi. Ularga grant yutish kerak-da, borib kelishingiz, hamma narsani yotog'ingiz, ev-ishingizni qoplab beradigan darajada katta miqdorda grant yutsangiz, undan keyin ular o'ylab ko'radida. Shuning uchun birinchi 7-sinfda maqsad qo'yganimda Qorako'lga kirganman. O'sha payt maktabimiz Qorako'l bo'lgan. Qorako'lda 1 yil o'qiganman, keyin Prezident agentlik tizimiga o'tgan. Yana bir marta imtihon bo'lgan. 8-sinf boshida. Keyin yana bir marta qabul qilinganman-da. Keyin yo'qda o'quvchilar bilan birga tayyorlanganmiz. Keyin mana hozir shu hayotga kirganman. Shu hozir siz kirgan universitet haqida batafsilroq gapirib bering. Qanaqa o'zi ranking bo'yicha qanaqa yoki o'qitish bo'yicha umuman social life qanaqa o'zi u yoqda? Ko'pchilik o'ylaydi, Harvard College desam, o'zimizni kollejda deb o'ylaydi, lekin unaqa emas. O'zi Amerikada, misol uchun Garvardga topshirsangiz ham Garvard kollejiga topshiradida. Garvard universiteti degani sababi u yoqda doktorantura, magistraturalarni o'qisangiz bo'ladi. Lekin Harvardda faqat bakalavrda o'qish imkoniyati bor, ya'ni magistratura bilan doktoranturani o'qiy olmaysiz u yoqda. Va Harvard o'zi Amerikada 24-o'rinda turadi-da. Juda ham zo'r joy deb o'ylayman o'qish uchun, chunki Harvardda bitta unik tomoni, mana Ivy League Pennsylvania universiteti bor-ku, To'pponchalik turadigan UPennda, u bilan kollaboratsiya qilgan. Siz ham Harvardda, ham UPennda o'qib olasiz-da. UPenndan tashqari Bryn Mawr, Swarthmore kollejlar bilan ham kollaboratsiya qilgan. Siz bemalol, misol uchun bir semestrda 4 ta kurs olishingiz kerak bo'lsa, ikkitasini Harvardda, ikkitasini borib UPennda o'qib ketishingiz ham mumkin-da. Men shu Liberal Arts College tanlaganman, ya'ni kichkina joyda tanlaganman, chunki katta universitetda nima desam topolmay qolasizda o'zingizda. Juda ham ko'p o'quvchilar bo'ladi, 10 ming, 20 ta, 20 ming, 30 ming o'quvchilar bo'ladi. Bu yerda professorlar bilan ishlash qiyin bo'ladi-da. Shuning uchun men o'ylaganman, shu kichkinaroq joyda 1,5 mingta odam o'qiydi desa, Harvardda kichkinaroq joyda o'tsam, uncha rivojlanishim yaxshi bo'ladi deganman-da. Keyin katta universitet kerak bo'lsa, katta imkoniyatlar kerak bo'lsa, mana UPenn bilan kollaboratsiyasi bor deganman-da. Shu tomonlama yaxshi. Shunda hozir hamma xarajatlaringiz to'liq qoplanadi. Shunday universitet tomonidan juda ham zo'r. To'g'risi siz Harvardga kirdi degan xabar ko'rganimda xuddi o'zim kirganda xursand bo'lib ketganman, chunki birinchi o'rinda birinchi o'zbek qizi ham to'g'risini aytganda bilgandik biz bilgandik o'z ketgandik, bilgandik, juda xursand bo'lgandim siz kirganingizni eshitib. IELTS haqida gapirdingiz, keyin IELTS, SAT, extracurricularlar haqida gapiring. Qanaqa ball olgansiz, qanaqa aktivitilar qilgansiz, aynan katta rol o'ynagan nima deydi, college applicationda? Men o'zi IELTSga yaxshi jiddiy tayyorlanib boshlaganim 8-sinfda oxirida bo'lgan. Keyin 9-sinf oxirida IELTSdan 7 ball ketganman, bir marta topshirganman. Keyin 3 oy SATga tayyorlanganman. 3 oy SATga tayyorlanib, dekabrda 10-sinfimda topshirganman. 1140 natijasi, matematikadan 808, ingliz tilidan 640 natijasini qo'lga kiritganman. Undan keyin shu Toshkentda bo'ladigan loyihalarga sekin-sekinlik bilan topshirib boshlaganman-da. Mana Digital Generation IT Camp bor, unga qabul qilinib borib kelganman. Keyin Yoshlar ishlar agentligi tomonidan Top 100 Unicamp loyihasi bor. Bu yoqqa borsangiz, qabul qilinsangiz, o'sha top 100 universitetlarga kirgan mentorlar sizga dars beradi-da. Ya'ni bepul hamma narsa qilib beriladi. Bo'stonliqda bo'lib o'tgan, menimcha, o'sha yoqqa borib mentorlardan dars olganmiz. Aynan o'sha yerda eshitgansiz, Harvard haqida adashmasam. O'sha yoqda mentorlar bo'lgan, o'sha yoqda bittagina o'zbek talabasi bo'lgan. Endi o'sha o'g'il bola bo'lganlar, o'sha kishi Harvard kirganlarini bilganman. Keyin Harvard haqida men research o'zim o'tkazganman, qanaqa joy topishsa bo'ladi, maqsad biladim. Undan keyin men qiziqib topshirganman. Keyin bilishim bo'yicha 2025-sentyabr oyida Rossiyaga borib kelgansiz. Rossiyaga borib kelganman. U yoshlar festivali bo'lgan. Jahon yoshlar festivali. Shu haqida gapiring. Qanaqa bo'lgan? Birinchi, misol uchun adashmasam birinchi marta boshqa davlatga borishingiz, birinchi marta samolyotda qanaqa bo'ldi shular? Jahon yoshlar festivali 2025
Rossiyada Nijniy Novgorodda bo'layotgan. U ham shunaqa fully funded, ya'ni borib kelishingiz, samolyotlar, ovqatlanishingiz, o'sha mehmonxonalar hamma narsani qoplab beradi va sizga ta'lim beradi. Mani yo'nalishim entrepreneurship bo'lgan, tadbirkorlik bo'lgan. Tadbirkorlardan borib shu bilimlarni o'rganib kelganmiz. To'g'ri, endi impressive, juda ta'sirli bo'lgan. Birinchi marta samolyotga kirish, baribir birinchi marta boshqa davlatga borish baribir zo'r bo'lganda, Nijniy Novgorod o'zi ham tarixiy joy bo'lganda, Volga daryolari bo'lgan, O'zbekistonda unchalik darajada katta orol yo'q-ku. Borib u yoqda ko'rish ham, manzaralari ham juda chiroyli bo'lganda. Keyin ota-onam uchun, misol uchun yoshligimdan chetda o'qiyman, Amerikada o'qiyman deganim bilan birinchi Navoiydan sekin-sekin Toshkentga borganman. Undan keyin Rossiyaga sekin-sekin pog'onama ko'tarilib, keyin ota-onamga mana endi Amerikaga ketaman deganman. Birdan uydan turib Amerikaga ketaman desa, baribir ota-onalar qo'rqadi-da. Shunday. Hali hech qayerga chiqmagansan, ota-onang qaroqda yashab kelyapsan hozirdan beri, qanday yoqda yashaysan deb o'ylaydi-da. Lekin sekin-sekin chiqib ularga natijani ko'rsataman. Rossiyaga borib kelganingiz nechta o'zbek bo'lgan yoshlar? Endi aniqni bilmayman, lekin 14-12 yoshlik kategoriyasi bo'lgan, keyin 18-35 yoshlik kategoriya bo'lgan. Menimcha bizda bir 15 talar odam bo'lganda, Navoiydan 2 kishi qabul qilingan men bilan. Keyin Jafar degan o'g'il bola bor edi, birga borgandik. Xo'p, yana undan tashqari yozda Lumiere Research Programda o'tgansiz. U ham to'liq grant asosida olgansiz. Shu menimcha aynan juda ham katta rol o'ynagan. Lumiere Research Scholarship Program bu yerda tadqiqot qilishingiz mumkin. Katta universitetlarda PhD o'qiydigan odamlar biladi. U esa asli koreyalik, lekin Carnegie Mellon universitetida o'qiydigan, PhD mentorim bo'lgan. O'sha kishi bilan meni bog'lashgan va u kishi bilan birgalikda sun'iy intellekt va ayollar haqida bizda tadqiqot olib borganimizda, u ham shunday hamma narsani qoplab beradi. O'zi qimmat edi, lekin 100% grant yutish imkoniyati bor. Ularning writing centerlari ham bo'ladi. Misol uchun, unga qatnashish uchun siz oldin research qilgan bo'lishingiz shart emas. Shunchaki qiziqishingiz bo'lishi kerak. Keyin nima uchun aynan shu soha bo'yicha tadqiqot olib borishligingizda yaxshilab ko'rsatib berishingiz kerak. Uni o'tish qiyin, lekin 100% grant yutsa bo'ladi. Lekin hammaga ham beravermaydi. Shunday 3 oy bitta odam bilan siz birgalikda hamma resurslardan foydalangan holda tadqiqot olib borasiz. Ismlari JP Lee bo'lgan. Keyin shunaqa bor, Lumierda oxirida siz yozib bo'lganingizdan keyin ular sizni evaluate qiladi, ya'ni tekshirib chiqadi sizni bir boshdan. Keyin baholaydi. Misol uchun eng yuqorisi A+. Keyin men o'sha baholashda A+ olganman-da, keyin feedback yozadi ular, top universitetga shu o'quvchini anavi qilasanmi, tavsiya qilasanmi degan joy bo'ladi. Keyin o'quvchini necha foiz odamlar ichiga kiradi deysan deydi, top 1%, top 5%, top 50 ga uncha tavsiya qilmayman, hali kuchi yetmaydi, chunki research yozish qobiliyati yo'q deb ham yozish mumkin. Uni siz bilmaysiz-da, bu confidential bo'ladi agar universitetlarga yuborilsa. Keyin mana top 1% deb belgilab berganlar. Shuning uchun o'shadan universitetlarga tavsiyanoma ham olganman-da. Endi universitetga tavsiyanoma, constant recommendation letter, keyin matematika, ingliz tili o'qituvchilari emas, undan tashqari yana boshqa odamdan olishingiz imkoniyati bor. Shuning uchun men A+ olganim uchun o'sha JPLga aytganman, yozib bera olasizmi deganman. Mayli, bemalol yozib beraman deganlar. Lekin nima yozganlarini siz bilmaysiz. Ular alohida kommunikatsiya kirib, alohida sizga tavsiyanoma yozib beradi. Lekin menimcha shu ham ancha katta rol o'ynagan deb o'ylayman-da. Chunki nima desam, Carnegie Mellonda o'qib chiqqan odam yo'qda hozir professorlik qilayotgan bankda ishlaydilar. Men shunaqa bitta o'quvchini, Navoiyga o'quvchini tavsiya qilibdi, shu universitetga kirsin debda endi. Shuning uchun bu ham albatta katta rol o'ynasa kerak. 3 oy davom etganmi? 3 oy davom etgan. 3 oy davomida faqat bitta professor bilan ishlagansiz. Shunday. Bitta professor bilan ishlaymiz. U researchingizni mavzusi ayollarni tadbirkorlikni shunaqa tadbirkor ayollar va sun'iy intellekt bo'yicha bo'lganda, ya'ni tadbirkor ayollar qanday qilib effektivniy sun'iy intellektdan foydalanishi mumkin. Mana gross domestic product deymiz, yalpi ichki mahsulotga qanday oshirish mumkin, ayollarning ta'limi qanchalik muhim, o'shaligacha o'rganib chiqqanmiz endi. Shunday, menimcha mana o'sha qilgan researchimning mavzusi o'zi bilan meni backgroundim mos kelgan deb o'ylayman-da. Misol uchun bizada Navoiyda mana qizlarni o'qish, ayniqsa chetga ketishi juda qoralanadi, yo'lmasa nima qilasan, o'qib deyiladi-ku. Lekin men o'sha mavzuni ham olib borganman. Qanchalik darajada o'zimiz davlatimizga rivojlanishga olib keladi. Keyin men shu narsani yoshligimdan xohlab, harakat qilib o'sha universitetga ishlayotganimni ham ularga aytib berganman deb o'ylayman-da endi. O'zi qiz bolani o'qishi hozir ayniqsa chet elda o'qishi juda ham ko'p ularga nima deydi, muhokamalarga sabab bo'ladi deymizmi? Qanday qaraysiz o'zi shunga?
man pozitiv qaraganman doimo. O'qish kerak, borish kerak deb o'ylaymanda, chunki siz bakalavr 4 yilda umringizni o'tkazasizda. Mana 1 yil O'zbekistonda o'qidik. 4 yilda qanday qilib umrni o'tkazishda, bunday aytganda, prosta o'tkazolmaslik kerak, ta'limni yaxshiroq olish kerak deyman, yaxshi ishlash kerak deb o'ylaymanda. Men o'zim yoshligimda shu Google kompaniyasida ishlamoqchi bo'lganman. Shuning uchun ham chetga topshirganman-da. O'qqa topshirib o'qdi bilimini olsangiz, keyin mana universitetga haftada bir, oyda bir career fair bo'ladi. Ya'ni katta kompaniyalar keladida, o'quvchilarni izlaydi. Keyin o'sha yoqdan qabul qila oladi, ishga taklif qiladida. Google kompaniyalari ishga taklif qiladi. Men o'sha maqsadda keyin chetga topshiraman deganman-da. Chunki o'g'il bolani o'qitsang, bir insonni o'qitgan bo'lasan, qiz bolani o'qitsang, butun bir jamiyat ilmli bo'ladi, ilmli qilgan bo'lasan degan ibora bor. Hozir aktivitelarni sanadingiz, Lumier, keyin Rossiyada bo'lganingizni aytib o'tdingiz, har xil kemplarga borganingizni aytdingiz. Undan tashqari yana qanaqa aktivitelar qilgansiz? O'z mani yo'nalishim iqtisod bo'lgani uchun xalqaro iqtisod olimpiadasi, International Economics Olympiadga qatnashganman. Shu distrikt bo'yicha ham, keyin viloyatimiz bo'yicha ham birinchi o'rinni olganman. Menimcha o'sha ham katta rol o'ynagan bo'lishi mumkin. Ba'zilar o'ylaydi, SAT 1440 bo'lgan bo'lsa, deydi, pastku bu deydi. O'zi rostdan ham Haverfordda average man bu, average ham 1550 mi, shunaqa 1500 shunaqa edi, yuqori. Lekin buni 2024-yil olganim va undan keyin men bu xalqaro olimpiadalarga qatnashganim menimcha yopib ketgan do'stini, ya'ni keyin rivojlanganini ko'rsatgan. Chunki Comnetda mana bunaqa narsa bo'ladi-da, oxirida additional section bor. Ya'ni shuncha narsani yozding, yana biror nima bormi senda qolgan, biz bilishimiz kerak, bu nimadir aytmoqchimisan degan bo'ladi. O'sha joyga men yozganman, bizada o'sha moliyaviy tomonlama tufayli deganman, rektor 5-6 marta topshiradi, menda o'shanaqa topshira olmaganman. Keyin Navoiyda deganman, kurs rakam va juda ham qimmat bo'lgan deb men ularga aytganman-da. Shuning uchun men shu birinchi topshirganimda 1400 pul qolganman. Ikkinchi sababi mana bunaqa, ikkinchi topshirmaganim sababi mana bunaqa deb ularga aytib berganman-da. Keyin iqtisod misol uchun bizada o'tilmaydi. Ya'ni yo'nalishim iqtisod bo'lgani bilan maktabda iqtisod degan narsa yo'q. O'zim self study qilib iqtisodga tayyorlanganimni, AP Economics kurslarini olganimni va nima fanlar, qanaqa kitoblarni o'qib ketganimni o'sha additional sectionda ularga qo'shib ketganman-da. AP Economics o'qiganmisiz? AP Economics o'qiganman. Topshirganmisiz? Yo'q, lekin topshirmaganman. U ham shu 2,5-3 million atrofida. Bitta olsam juda ham kam ko'rinadi o'ylaganman. Ikkita olsangiz 5-6 million bo'lib ketadi shu uchun. Shunchaki o'qiganman-da, o'qiganimni ularga yozganman. Ularga aytganman, AP ham qimmatligida, chunki mana O'zbekistonga deganman, 1 yilda bir marta bo'lib o'tadi mayda deganman, shuning uchun qimmat deganman. Keyin yana 2-3 oyda tayyorlansangiz ham yomon tomoni registratsiya уже yanvardan yopiladi, dekabrdan yanvarda yopiladi. Lekin imtihon maydada juda oldin yopiladi registratsiya. Keyinroq olsangiz bo'ladi, unda narxi yana oshadi. AP har oy o'tkaziladimi yo? Yo'q, 1 yilda bir marta o'tkaziladi. 1 yilda bir marta. A-level imtihonlari bor, uni prezident maktabdagilari uchun-da, ular biz uchun emas. To'g'ri aytdingiz, rostdan ham SAT kurs menga kerak bo'lganda Navoiyda topolmaganman. Shuning uchun Toshkentga borish menga to'g'ri kelgan. Yaxshi, hozir endi ochildi, yanada ko'p imkoniyatlar beryapti. Mana essaylar haqida gaplashsak, essaylarni yozishda nimalarga e'tibor bergansiz? Qanaqa yozgansiz essaylarni? O'zi umuman admission kurs olganmisiz? Chunki bilamiz, Garvardga kiryapti, Stanfordga kirayotgan yoki MIT top universitetlarga kirayotganlar ko'bisi, aytaylik 90% deyarli hammasi desak ham bo'ladi, har xil admission kurslarni oladi. Essaylariga nima deydi, bir feedbacklar ko'p oladi. Sizda qanaqa bo'lgan shu? Olganmisiz admission kursini? Men olganman birinchi bitta odamning kursini, lekin pulini to'lamaganim uchun men astagina haydab yuborgan. Ya'ni u kursda o'qimaganman. Menimcha unchalik darajada yordamim tekkan deb o'ylamayman. Asosan o'zim tayyorlanganman. YouTube'da, Google'da resurs juda ham ko'p. Shu YouTube'dan kirganlarni essaylarni o'qiganman, o'zim odamlarni topganman. Keyin ba'zi bepul imkoniyatlar bo'lib qolardi-da, uni essay tekshirish uchun qanaqadir bepul imkoniyat kimdir aytib qolishi mumkin, LinkedInda aytib qolishi mumkin, YouTube'da aytib qolishi mumkin. Keyin shafolaga beraverdim. Qayerda bepul resurs bo'lsa, o'sha joyda men bo'lganman-da. O'sha joyda foydalanganman-da. Shu essaylarni ham shu uchun yozishga juda ham ko'p vaqtim ketganda, bir taxminan 2,5-3 oy ketgan. O'zi bitta universitetga fokusimni qaratardim, o'shani qilardim. Keyin o'zim uncha xohlamagan, lekin mana B plan, D plan beradi, o'shanaqalar uchun kamroq vaqt ajratardim-da, kamroq vaqt.
shu uchun ham nima desam, YouTube'da resurs ko'p bo'lgani bilan ham yozish qiyinda. Hamma har xil gapni aytadi. Misol uchun siz hech qachon bilmaysiz ular nima uchun sizni qabul qilganini. Hamma man bu uchun deydi, man bu uchun deydi. Hammaning fikri har xil, tarqoq bo'ladi. Siz baribir oxiri o'zingizdan kelib chiqib essay yozasizda, o'zingizda ma'lumot yozasiz. Uni nomi ham personal statement, shaxsiy essay tushunaymi? Sizni hayotingizda bo'lganini qanaqa qilib boshqa odamga yozib berish mumkin. Shuning uchun men o'zim harakat qilganman-da, o'zim o'sha yoshligimdan beri orzu qilib kelaman. Deylik, pul yo'q, o'sha kursni olmadim. Nima uchun bitta pul yo'qligi uchun men tashlab qo'yishim kerak deganman-da. Bor imkoniyatdan maksimal darajada foydalana olgansiz. Shunga Borderless degan platformalar bo'lgan, ular bepulda. Ya'ni siz yozsangiz, ular sizga unchalik darajada zo'r bo'lmasa ham, lekin feedback beradi. Normal feedback beradi-da. O'shadan foydalanganman ko'proq. Hozir admission kurs olgandim, bir odamning kursini, u pulni to'lamaganim uchun haydab yubordi-dez. Shu odam hozir afsuslanib o'tirgan bo'lsa kerak, shu o'quvchi meni o'quvchim bo'lishi mumkin edi deb. Bilmadim. Boya aytdingiz, boya gaplashganimizda aytdingiz, bir ozgina 1 soatlik konsultatsiya olganman dedingiz. Shu kimdan olgansiz, qanaqa anavlar bergan, yordam bergan sizga? O'zi Ruxshona opadan olganman. Ruxshona Sobirova, University of Pennsylvaniaga kirganlar. U kishi meni biggest fanim bo'lganida, o'sha nima desam, Role model. Ha, shunaqa role model bo'lganlar. Chunki u kishi Navoiylik bo'lgan, u kishi public schooldan chiqqan, lekin 2 yil shunday gap year olganlar-da, keyin kirganlar. Doim shunday bo'lishni xohlaganman men. Lekin o'sha kishi bir kun aytib qoldilar, kanallarga e'lon berdilar, 1 soatlik konsultatsiya $35 shunaqa edi. Keyin men yozilganman-da, 1 soatlik shunaqa konsultatsiya olganman. Men ko'pchilikka maslahat beraman, agar pul yetmasa, unaqa $1000, $2000lik kurslarga shunaqa hamma ishni o'zingiz qiling-da. Ozgina oldin, mana men har doim last minute qilib yurardim, ya'ni deadline-ga 1-2 kun qolganda shunaqa qilib yurardim. Shuning uchun feedback olgandan keyin to'g'rilashga ko'p vaqt ketardi-da keyin. Lekin 1-2 kun qolgan uchun to'g'rilab keyin jo'natib yuborardim. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lgan narsa, agar pul yetmasa, shunaqa 1 soatda $35, $40 bo'lgan konsultatsiyalar olgan ma'qulroq. Lekin men bunaqada Amerika universitetlarida early decision 1, early decision 2, regular decision degan narsalar bor. Men birinchi Northwestern universitetiga topshirganman, ED1 ga, lekin reject bo'lganman. O'sha payt konsultatsiya olganimda, early decision 1 ga noyabr 1da deadline tugaydi. Uni javoblari dekabr 15 atrofida chiqadi hamma universitetlarga. Keyin mana regular decision bor. Unda 1-yanvargacha, 31-dekabrgacha ko'pincha bo'ladi deadline. Keyin uni javoblari martda chiqadi, mart o'rtalarida chiqadi. Men birinchisidan reject olgandan keyin xuddi shu ED1da ED2si bor-da. U ham vaqtliroq chiqadi. Unda ham noyabr 1ga unda ham yanvar 1gacha topshirishingiz kerak. Lekin uni javoblari fevralda chiqadi. Yanvar-fevral atrofida chiqadi-da, shu cycle bo'yicha. Unda boshqa cycle ham bor, lekin men ED2ga Harvardga kirganman. Ya'ni birinchi topshirganimda Northwesternga kirolmaganman o'zi aslida. Harvardga keyin уже $35 to'ladim, keyin yo'q bo'ldi, hozir ham bilmayman natijamni deganman-da. Umuman konsultatsiya olmaganman, feedback olmaganman-da, keyin o'zimga ishonib topshirganman Harvardga. Baribir men asosan nima deb o'ylayman, fit deb o'ylayman-da, ya'ni universitetdan siz nima ola olasiz? Universitetga nima bera oladi? Sizlarning o'rtasidagi fit, mos tushuvchilik bo'lishi kerak-da. Men o'zim birinchi reject olgan paytim, qabul qilinmagan paytim o'ylaganman, to'xta, o'zi sen qayerga o'qimoqchisan? Yanada ko'proq o'zimga savollarni berganman-da, qaysi universitetga o'zi. Misol uchun 4000 tam shunaqa universitet bor-da, Amerikada juda ham ko'p. Shuning uchun o'zingizga mosini tanlashingiz kerak-da siz. O'zingizga yoq ekanini. Keyin mana Harvardda honor code degan narsalar bor. U student agency. Ya'ni nima degani? U yerda shunaqa o'quvchilar ko'proq govern qiladi, boshqaradi ko'proq. Honor code. Misol uchun o'quvchilar o'zi boshqaradi, o'zi qoidalarni tuzadi-da, qoidani buzganlarni ham o'zi punish qiladi. Ularga o'zi jazo beradi-da. Keyin men maktabimizdagi student unionda prezident bo'lganman. Bizda ham shunaqa bo'lganda, bizning maktabimizda student union o'zi bo'lmagan, prezident maktablarida asosan bo'ladi. Biz boshidan o'zimiz qurganmiz. O'zimizcha qurganmiz shu uchun. Ya'ni unda tadbirlarni, har xil social activitylarni boshqaradi. Shuni hechki department bo'ladi, misol uchun ta'lim departamenti bo'lishi mumkin, media departamenti bo'lishi mumkin. O'zimiz debatelar qilganmizda, biz o'zimiz tomonidan boshqargan. Bu yoqdagi honor code ham shunaqa bo'lganda, Harvarddagi. Shuning uchun biz balki mos tushgandirmiz deb o'ylayman. Men nima uchun stand out bo'lganman? Meni bitta asosiy anonim bor. Applicationga yozmoqchi bo'lmaganman, coloring book, ya'ni raskraska. Raskraskani men chiqarishni yaxshi ko'rardim. Prosta raskraska berishni yaxshi ko'rganman, keyin qaraganman. Nima uchun hozirda yoshlar raskraska bo'yamayapti? Chunki deylik, ularning ichidagi
xarakterlar unchalik darajada nima desam quvnoqmasdi yoki ularga yoqmaydigandir endi zamonaviylashib ketdiku deganmanda hozir ko'p bolalar telefonni ko'p urinyapti o'sha narsani problemasini hal qilaylik raskraskalar bilan lekin innovatsiyalashga raskraskalar bilan qanaqa misol uchun shunday ochsangiz bu yoqda deylik qulupnaycha turibdi tepasida 3ta tilda o'sha qulupnayni nomi klubnika strawberry qulupnay deb 3ta tilda rus tili ingliz tili o'zbek tilida yozamiz и pastida QR kod bor QR kodni skaner qilsangiz o'sha qulupnaycha sizga gapiradi ingliz tilida misol uchun hi I'm a strawberry I'm red and sweet deb sizga ingliz tilida gapiradi ya'ni hozirda yoshlarni qo'lidan telefonni olib bo'lmaydida lekin olish kerak emas deb o'ylayman hozir innovatsiyalar davri shunaqami shunchaki o'shani nima desam o'zgartirish kerak yaxshi tomonga yaxshi narsa uchun foydalansin deylik YouTube'ga ko'p kiravermasinda tili o'rganishga qiziqish paydo bo'lsin butunlay qo'lidan olib qo'yib bo'lmaydi ha shunday baribir beradi shuning uchun ham undan ko'ra foydali tomoniga ularni nima desam yo'naltirgan yaxshi deb o'ylaganmanda bu narsani yozish umuman hayolimga kelmagan birinchi bo'lib shunday o'zim joylarimni berganman keyin menga bergandingiz sizga berganman keyin magazinimizda sotganmiz qarasam nima desam odamlar olyapti odamlarga yoqyapti keyin borib kollaboratsiya qilganman bog'chalar bilan birga bog'chaga borganmanda ozgina sotganman keyin toshkentga chorsuga borganman toshkentga chorsuga sotganman boya aytdim tokio kempga qatnashganman dedim pitch qilgandingiz adashmasam startup pitch day borda u yoqda yoshlar ventures kelgan startupga investitsiya beradigan odamlar keyin Orziqul opa kelganlar keyin ko'rgandim rasmlarni kanalga tashlagansiz shunday u yoqda keyin startup pitch dayda birinchi o'ynaganmiz man uni nomlaganman business ladies deb mani maqsadim faqatgina bolalarga raskraska qilish emas balki mana u raskraskalarni rasmini qizlar chizsin mana hozirda hali maktabda o'qiydigan qizlarning qobiliyati bor chizishga rasm chizishga shundaymi keyin o'sha qobiliyat bilan ular birgalikda pul topa oladi ya'ni ular chizadi man raskraskalarni kanvada taxliyman sun'iy intellektni qo'shganmiz unga biz sotamiz keyin qizlarga ham pul bo'lsin ya'ni yoshligidan hali maktabga yetmasdan ularni shunchaki hobbisi orqali ular pul topa oladi bizani ideyalarimiz boshqacha edi faqatgina biznes emasdi bundan qizlarni ham jalb qilish ya'ni independent bo'ladi financially independent bo'lib boraveradi qizlar nimaga aynan boshida shu raska xayolingizga kelib qoldi shu o'tirib yoki bo'lmasa qayerdan keldi shu raska yoshligimda shunchaki bu yoshga qiziqqanman keyin kanvani ochib просто dizaynlar qilishga qiziqardim misol uchun kunlik mana jurnal tutasiz-ku kanvani ochardim o'zim uchun alohida nima desam Pinterestga kirsangiz menga yoqmasdi o'zim uchun alohida kanvada tahlillarni chiqarib olardim keyin o'shani yaxshiroq qilib chiqardimda keyin kanalimda ko'rsatdim qizlarga keyin raskalarga o'tib boshladimda nimadir kelsinda ularni bolalarga til o'rganishga qiziqtirsin deganmanda shu boshida o'zingiz qilgansiz hammasini nima deydi tuzilishlarini hammasini o'zingiz qilgansiz u qanday qilgansiz misol uchun hozir skaner qilsa chiqadi deyapsiz o'zingiz qanaqadir dasturlashga borganmisiz IT kurslariga borganmisiz qayerda o'rgandingiz bularni yo mana shu narsa endi networking deyiladi-da bizning maktabda ham shunaqa dasturlashni yaxshi biladigan bolalar bor ular menga yordam berishganda ular sun'iy intellektga bog'lab berishgan o'sha nimachalarni gapirishdi sun'iy intellekt orqali man kanalda tahlaganman ular ham birgalikda mani jamoa menga yordam berishganda zo'r keyin o'sha bog'chalarga borgan paytim Haverford uchun video o'rgandim Haverford man keldim mana shu o'zim loyihani bolalar bilan qilaman dedim bolalarni inglizcha gapirtirganman o'shani ko'rgandan keyin o'sha xarakterli gapiradi keyin bolalarni gapirtirgan mana o'zbek tili ingliz tili deydi keyin hamma narsani submit qilib bo'lgandan keyin ham Haverfordga man to'xtamaganmanda xalqaro o'quvchilarni tekshiradigan anavi kim uni emailini topganmanda u kishilarga o'sha videoni tashlaganman aynan o'sha odamga tashlaganman keyin menga hop siz applicationsga qo'shib qo'yamiz shu videoni deganlarda hozir ham sotyapsiz demak shunaqa bizniki nimalarda sotaman malika o'zi Haverforddan qachon qabul xati oldingiz birinchi mana xatni ochyapsiz status update bo'lib turibdi feelinglar qanaqa bo'lyapti o'zi keyin kimga aytdingiz ota onangizni reaksiyasi qanaqa bo'lyapti unga hozir bu yoqda aytgancha reaction videosini ham qo'yib o'tamiz Okay, I've logged in. There's a status update. Okay. You know what? I don't want to press it because I don't want to be unhappy. Bismillahirrahmanirrahim. I'm so excited.
juda anaqa excited bo'lib ochgansiz. O'zim ko'rib juda ham xursand bo'lib ketganman. O'zi universitetda sizga email yozadi qachon chiqish bo'yicha. 30-yanvar kuni soat kechki 7dan shunaqa chiqish kerak. Ya'ni O'zbekiston vaqti bilan bu 31-yanvar soat ertalab 5ga to'g'ri kelgan. Men sabrim yetmagan, qanday vaqtda o'tkazaman deganda uxlab olganman. Bir yarim soatda uxlaganman. Keyin ertalab soat 5ga Harvardda javob kelgan ekan. Statusda biz video olaymi yoki yo'qmi dedim. Chunki 1,5 mingta odam qabul qiladi-da. Lekin O'zbekistondan shu paytgacha atigi bitta odam kirganda, u kishi ham Flexdan o'tgan, ya'ni 1 yil Amerikada o'qib kelganda u odam. U O'zbekiston, ya'ni Markaziy Osiyo bo'yicha menimcha bitta bo'lsa kerak yoki Qozog'istondan bitta bor edi menimcha. kirganmi? Shunday yani. Lekin shu yil bo'yicha Harvardga hozircha bittada. O'shandagi yaqin universitetlar bilan gaplashib turamiz, lekin Harvarddan hali O'rta Osiyodan, Markaziy Osiyodan topganim yo'qda. Shu 31-yanvar ertalabki 5 o'sha paytda aytganimdek kutmayotgandim, lekin shunday qarasam welcome friend deb o'zi Harvard anavchalari, congratulations deb turibdi ekan. O'zi birinchi hayron bo'lganman, qanday qilib kirdim. Chunki undan pastlarga ba'zilariga kira olmagan bo'lganman. Yo'q, edi birdan reject bo'lganman. Baribir odam SAT pass hech qanaqa kurs olmaganman, balki kira olmasman, ammo kirganlar kurs olganda, reject kurs olgan. Shunday. Balki menga master deganman, lekin birinchi ko'rganimdan baribir shuncha mehnat qilganingiz, shuncha yoshingizda Amerikaga o'qiyman deb kelganingiz va nihoyat amalga oshganingiz $200 turadi. Men 1 soat shartda turganman, 5 ta ochgan bo'lsam, uydagilarga soat 6ga borib aytganman-da. Uni birdan ota-onam chaqirib kelgan, men chaqira olmaganman-da. Keyin financial aidga qaraganman. Mana undan oldin ED birdan reject bo'lgan bo'lsam ham, Minnesotaga kirganman, Glasgowga kirganman, lekin ular 100% grant bermagan menga. Shuning uchun uydagilarga nima desam, uncha ishonishmaganda juda ham kam pul bergan, 60 ming bergan 4 yilga. Lekin tasavvur qiling, Harvard 1 yilga $100,000 beryapti-da menga. 100,000. U 400 mingdan ham ko'proq bo'ladi aslida. Yildan yilga oshadi. Yildan yilga oshadi. Chunki o'zi 100 mingdan ham ko'p, chunki tibbiy sug'urtam shunga ham $2,500 bor. Ular qoplab beradi $2,500 keyin viza uchun $350 to'lash kerak bo'ladi. Uni ham universitetlar o'zi qoplab beradi. Sizga shunday chekka tashlab qo'yadi. Hozir vizaga topshirganman. Shunday $150 ham ular menga to'lab beradi. Vizaga suhbatiga qachon kiryapsiz shunda? Mayda. Omad tilayman. Unda ham unaqa qilib chiqing, muvaffaqiyatli bo'lsin. Nasib. Shunda ota-onangiz nima dedi? Bilmadim, birinchi quvonmaganlar deb o'ylayman. Bilmadim, menga shunday tuyulgandir. Kezardan yosh chiqqanlar, mana ketasan deganda, yuz bilganda Amerikadan ular hozir urushlar bo'lib turibdi. Xatarli joyga baribir. Misol uchun nimadir senga yordam kerak bo'lib qolsa, biz birdaniga senga yordam bera olmaymiz. Toshkent emas, sani amakilaring, tog'alaring bor deyiladi endi. Biz bora olmaymiz ular deyiladi. Uyda chiqish qiyin bo'lsa, misol uchun men Apple bilan ketsam, ularga chiqish qiyin bo'lishi mumkin yoki ular chiqib kelmagan-ku hali. Viza olish qiyin bo'ladi ularga, yo'qsa borish kelish ham ularga qimmatga tushib ketadi-da. Birdan senga yordam bera olmaymiz. Hali sen intga kirgansan deb turadilar-da endi. Lekin keyinchalik xursand bo'lishgan, baribir shu natijaga erishganim uchun. Boya aytdingiz, gaplashganimizda, shuncha narsaga erishgan bo'lsam ham, lekin boshlanishi baribir muvaffaqiyat bilan bo'lmagan, failurelar juda ham ko'p bo'lgan degandingiz. Flexga topshirganman deganingiz. Flexda qanaqa bo'lgan? Flex o'zi 1 yil Amerikaga borib, host oila bilan bir yil yashab, o'sha high schoolda o'qib kelishdi, universitetda 1-sinfda o'qib kelishi mumkin era borib. Men 2 yildan topshirib, keyin reject bo'lganman-da. Essaylarni yozish balki o'sha tomondan boshlangan bo'lishi mumkin. Mana hozir kirganim uchun ko'pchilik aytadi, mentors bo'lmagan, qanday qilib o'rgangansiz deydi. Men shu loyihalarga hammasiga essay kerak. Essay yozish bilish kerak. O'sha bilan birgalikda qobiliyat kuchayib boraverganda, men o'ylayman, balki Flexga kirmaganim hali Toshkentga ham uncha borish men uchun katta tuyulardi. O'sha paytda navoiydan Toshkentga borib ko'rmaganman, Rossiyaga bormaganman hali. Balki shu uchun ham Xudo o'zi nima desam to'g'rilaydi-ku baribir. Keyinchalik 2 yil reject bo'lgan bo'lsam, xafa bo'lgan bo'lsam, mana keyin Amerikaga universitetga kirdimda, baribir borar ekanman. Baribir tajriba bo'lganda. Shunday. Eng muhimi shu failure bo'lganda to'xtab qolish emas, o'sha qilgan xatolardan dars olib, yana to'xtamasdan davom etish kerak. Malika 4 yil Amerikada o'qiganingizdan keyin O'zbekistonga qaytib kelasizmi yo Amerikada qolib ketasizmi shu bilan? Kelajakda o'zi rejalar qanaqa bo'lyapti? Boya aytganimdek, o'sha katta kompaniyalarda ishlamoqchiman, lekin uni yozda stajirovka sifatida 4 yildan keyin albatta O'zbekistonga kelib, iqtisodiyot va moliya vazirligida ishlamoqchiman. Xudo xohlasa, O'zbekistonda hozir ko'proq islohotlar o'tkazilyapti.
shu moliyani tizimlashtirishda rivojlantirishga o'zimiz mamlakatga hissa qo'shmoqchimanda. Endi Amerikani boshqa davlatlardan farqi mana Yevropalardan bitta major tanlaysan, deylik finance, Xitoyga yoki Yevropaga tanlaysiz, u juda ham faqat o'shani o'qiysizda, tamom, boshqa hech nima o'qimaysiz. Lekin Amerikada shunaqa narsa bor, iqtisod bilan birgalikda fizika o'qishingiz mumkin. Iqtisod yo'nalishlari, sohalari bor-ku, data analitika bor, data engineering bor, finance bor, marketing bor. O'sha sohalarni ham birgalikda o'rganishingiz mumkin-da. Xohlagan alangizni tanlaysizda. Ular faqat finance o'qitmaydi-da. Iqtisod bilan birgalikda boshqa double major qilishingiz mumkin-da. Deylik, psychologyda o'qishingiz mumkin. Bir ikkita shunday musiqaga qiziqqan uchun musiqani ham o'qish mumkin-da. Ya'ni xohlagan faningizni birgalikda olib ketishingiz mumkin-da. Yo'qda shunisi yaxshi. Mana hozir sun'iy intellekt rivojlangani uchun ba'zi bir kasblarni olib qo'yadi deydik-ku. Lekin Amerikada o'qisangiz, birgalikda hamma sohani o'rganganingizdan keyin siz sun'iy intellektni boshqaradigan odamga aylanasizda. Keyin sizni kasbingiz yo'qolib ketmaydi demoqchiman. Shu tomonlama ta'lim bilan yuqoriroq o'rganib turadi. Amerikaga borib hozir aytdingiz, har xil kurslarni olsa bo'ladi. Misol uchun kimdir instrument chalishni o'rganmoqchi bo'lsa yoki kimdir aytaylik boshqa tillarni o'rganmoqchi bo'lsa, sizda qanaqa reja? Shu mendagi rejalar nasib bo'lsa Xitoy tilini, arab tilini, boshqa tillarni ham o'rganmoqchiman. Ular o'zi requirement qo'ygan. Ya'ni siz borib ingliz tilidan tashqari boshqa til o'rganishingiz kerak. Birinchi kursdan bitirmoqchi bo'lsangiz, siz o'shani olishingiz kerak. Yo bo'lmasa tarixda yana boshqa narsalarni o'rganishingiz kerak. Qanaqadir daraja bilan chiqishingiz kerak. Misol uchun aytaylik, nemis tilini yoki fransuz tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, C1 daraja bilanmi? Aytaylik, requirement qo'ymaganmi yoki? Daraja deb bo'lmaydi. Siz o'sha kurslarni olasiz. Endi GPA'ga bahoyingizga ta'sir qiladi. Agar yaxshi bilmasangiz, GPA bahoyingiz tushib ketaveradi. U degani undan keyin magistraturaga topshiraman desangiz, unga yomon ta'sir qiladi-da. Endi baribir shu yoqqacha kilogramm degan odam endi yoqqa borib tushib ketishi yaxshi ish emas-da endi. Boya aytdingiz, UPennda Ruxshon opa bilan xudo xolisa ko'rishmoqchiman dedingiz, meni rol modelim dedingiz. Ko'rishganda, birinchi ko'rishganda ularga nima demoqchisiz? Birinchi ko'rishganda baribir o'sha O'zbekistonni sog'ingan bo'lsalar kerak deyman. O'zimiz O'zbekiston haqida nima desam, o'sha Navoiydan yana bitta odam kelgani haqida aytmoqchiman. Chunki aytaylik, sizni college applicationingizga ozgina bo'lsa ham hissalarni qo'shganda, baribir essaylaringizni tekshirib bergan-ku. Shunday, men essaylarimga ancha hissa qo'shganlar. Keyin misol uchun O'zbekistonda qanchadir muddat ishlab, keyinchalik keyingi aytaylik 15-20 yilda Amerikada qolib boshqa aytdingiz Google, Amazon kompaniyalarida ishlamoqchisiz? Shunaqa. Bitta Amerika emas, endi bitta kasbingizni deb, mansam butun umringizni ishlashga saflay olmaysiz-ku, boshqa davlatlarda ham birgalikda travel qilib. Xalqaro tajribani olish kerak baribir ham. Shunday. Chunki hozir ko'ramiz, misol uchun podkastlarda, YouTube'larda ko'ramiz. O'zbeklar deyarli hamma kompaniyalarni egallagan. Deylik o'sha Amazon deymizmi yoki Adidas, katta kompaniyalar, ya'ni Silicon Valley'dagi katta kompaniyalarda hech bo'lmasa bitta bo'lsa ham o'zbek bor. Birinchi boshida chet el universitetlariga topshiraman degansiz, Stanfordda niyat qilgan ekansiz, Stanfordni maqsad qilgan ekansiz. Magistraturani Stanfordda o'qiysizmi shunda? Men magistraturani Stanfordda o'qishdim. Stanford yoki UPenn? Shunday. Endi bu yog'i ham boshqa, undan keyingi maqsadlarga borib taqaladi, qayerda o'qishim. Hozir bizani albatta shu top universitetlarga topshirmoqchi bo'lgan, grantlar yutmoqchi bo'lgan yoshlar asosan kuzatishadi. Ularga nima degan bo'lardingiz? O'zingiz tengilarga, o'zingizdan kichik yoki kattalarga. Birinchi baribir men bu SAT IELTS haqida aytmoqchiman. Ko'pchilik IELTS o'qisa, o'shiga 8,5 olishga harakat qiladi. Menimcha 7+ bo'lsa, 7,5+ bo'lsa, u bo'ldi deb o'ylayman-da. Ya'ni IELTS bu ingliz tilida borib darslarni tushuna olasizmi? Ular sizda ingliz tiliga dars o'tadi, uni tushuna olasizmi? Tamomda hayot mamot narsasi emas. Shunchaki ularga proof kerak. Shunday, tilda qanchalik yaxshi bilishingiz haqida. Keyin ba'zilar o'ylaydi, SAT agar 1500 dan pas olsam, men kira olmayman deb o'ylaydi-da. Lekin men ularga example namuna berib turaman. Unchalik darajada yuqori ham shart emas-da. Yuqori bo'lsa zo'r, nur ustiga alonar, lekin o'zingizning potensialingizni cheklab qo'ymasligingiz kerak-da. Topshirib ko'rishingiz kerak-da. Qo'rqmasligingiz kerak-da. Topshirib ko'rishdan. Hech bo'lsa topshirib ko'rish kerak. Mayli fail bo'lsangiz ham mayli-da.
o'zbekcha ko'rish kerak o'sha nimalarni deymanda bosqichma bosqich hech ko'rish bo'lmasa kerak dars deylik. bo'ladi fail bo'lgan taqdirda ham. Shunaqa keyin extra curricular bilan activity ko'pchilik menga yozadi, men bunaqa volontyorlikka qatnashdim, bunga qatnashdim, lekin nima desam, qanaqa imkoniyat bo'lsa hammasiga shunday sakraydi, tamom, nima uchun o'sha ishni qilayotganini bilmaydida. Prosta o'sha tik bo'lish uchun qiladi. Shunaqada prosta volontyorlik ularga hech narsa berib qo'ymaydi. Siz maktabdan tashqari jamiyatimiz uchun nima hissa qo'shyapsiz shu paytdan boshlab deydida. Kelajakda mana buni qilaman degan odam hozirdan boshlab turish kerak, shundaymi? Step by step boshlash kerak. Lekin bitta volontyorlik bilan siz impact ko'rsata olmaysizda. O'shani nimadir yutuq qilgan bo'lish kerak, nimadir pik tomon bo'lish kerak, spark bo'lish kerakda odamda. O'shani ko'rsatib berish kerak. Bo'lmasa olimpiadada, asosiy olimpiadalarda qatnashib ko'rish kerak deb o'ylayman. Ko'pchilik qatnashmaydi, nima kerak bu, men chetga ketmoqchiman-ku deydi. Bu ham katta rol o'ynashi mumkin. Mana bizda AP A level yo'q, olimpiada orqali o'zini bilimini ko'rsata olishi mumkin-da ular. Siz nafaqat shu xalqaro iqtisodiyot olimpiadasida, balki shu maktab, tuman, shaharlarda bo'ladigan olimpiadalarda ham hammasida qatnashgan. Ingliz tili olimpiadalarida qatnashib, jamoamiz bilan birinchi o'rnaganmiz Navoiy viloyatida. Bu xalqlarga borib chiqib kelmagan bo'lsak ham, shu yo'lini o'tganmiz, shu ikkinchi Navoiyda birinchi o'rnaganmiz o'zimiz viloyatimizda. Shuni o'ylayman, qatnashgandan keyin nimadir impact qilib berish kerak deyman. U qachon impact beradi? Siz o'z yaxshi ko'rgan ishni qilsangizda, bir ikkita o'ylaydi, admission uchun mana bu narsani qilish kerak, admission uchun bu narsani qilish kerak. Yo, tasavvur qiling, admission yo'q. Umuman yo'q. Tasavvur qiling, skraz shu narsani deylik kirganingizdan keyin davom etgan bo'larmidingiz? Qilgan bo'larmidingiz? Vaqtingiz ketibdi, bir haftaga deylik 10 soat, 15 soatlab vaqt ketyapsiz. Shu o'z sevgan narsani qilgan bo'larmidingiz, davom etgan bo'larmidingiz degan savol yotish kerak-da. Ular biladi, qachon odam majburan qilyapti, qachon odam o'zi xohlab qilyapti. Ular birdaniga sezadi. Ular qancha applicationlarni ko'radi, applicantlarni ko'radi, shundaymi? Admission officer yillar davomida ularda anavi bo'lib ketadi. Shunday, qachon o'zi sevgan narsasi keyin menimcha yaxshi natijaga erishingiz kerak deb o'ylayman. To'g'ri, misol uchun Ivy League universitetiga kirganlarni ham ko'rsak, ular prosta qildi degan gap uchun emas, o'zi uchun qiziqqani uchun qiladi-da. Garvardga kirgan o'zimni shularni eshitsa, hammasi shunday deydi. Ya'ni shunchaki qilmang, o'zingiz qiziqqaningizdan, o'zingiz uchun qiziq bo'lgani uchun qiling deb aytadi. Shunday, lekin ko'p mana passion project deyiladi, o'zingiz qiladigan loyiha bo'lishi mumkin. Mana raskraskali, mening loyiham shundaymi? Agar yo'q bo'lsa, shunaqa narsa o'zingiz yaratishingiz kerak-da. Bu leadershiplikka olib keladi-da. Leadershiplik qobiliyatini ham siz universitetga ko'rsata olishingiz kerak. Boshqalarni nima desam, lead qilish qobiliyati, ularni boshqarish qobiliyatiga ham siz ko'rsatib berishingiz kerak-da. Misol uchun deylik, debat juda ham klishe bo'lishi mumkin, lekin Navoiyda yo'q edi. Bizning maktabda debat bo'lmagan. O'shani yaratganmiz-da. Bizda TED Talks klishe deyish mumkin, Toshkentda bo'lishi mumkin, lekin bizning maktabda yo'q edi. To'g'ri. Qilamiz-da. Yo'q ekan deb o'tirmaslik kerak-da. Shunday tashkillashtira olish kerak. O'zingiz found qilishingiz kerak. Bitta Toshkentda Ibrat debate bordi, keyin Navoiyda bo'ldi. Lekin rostdan ham unaqa maktablar kesimda yoki Ibrat debatedan oldin ham unaqa katta bir debat anavi bo'lmagan. Navoiyda keyinchalik mana tumanlar miqyosida rejalashtirildi. Bu yaxshi. To'g'ri, men aytmoqchiman, doim volontyor bo'lib yoki yordam berib, ambassador bo'lib emas, o'zingiz bitta loyihani ochishingiz ham mumkin-da. Lekin qachon odam o'zi ochib, keyin deylik, hamma tumanga Navoiyni, keyin Toshkentga, keyin butun O'zbekistonga qachon qiladi, o'zi yoqtirsa, chunki u ham mehnat talab qiladi, o'zi yoqtirsa, undan keyin o'zining loyihasini ko'paytirish mumkin-da. Yoyish mumkin. Bilasiz, misol uchun aynan shu top universitetlarga kirishda environment deymiz, tashqi muhit juda katta rol o'ynaydi. Ya'ni men ko'rmaganman, misol uchun top universitetda o'qiyman degan odamni bir yomon kuruklarda yurganini yoki umuman o'ziga to'g'ri kelmaydigan kuruklarda ko'rmaganman. Doim top universitetda o'qiyman degan odam atrofi ham xuddi shunaqa o'quvchilar bilan to'la bo'ladi. Sizni kurugingiz qancha bo'lgan? Ta'sir qilgan? Kurugim o'zgargan. 7-sinfda Qorako'lga kirganimda, chunki Qorako'lga kirish qiyin, o'zingiz bilasiz. Bizga 5 mahal ovqat beradi, yotoqxona, hammasi bepulda. Kechga 4 dan 6 gacha ham kurslar bo'lib o'tadi, ulargacha bepul. Keyin hamma olimpiadachilar ham ko'pincha o'sha yerdan chiqadi. O'tgan yil menimcha eng ko'p hamma barcha o'quvchilar universitetga kirgan maktablar qatoriga kirib, prezidentimizdan bizning maktab ta'sis etib ketganlar-da. Navoiydagi, O'zbekistondagi eng zo'r
maktablarda. Hmm. Shuning uchun o'quvchilar ham albatta ziyodi. Yotoqxonada 2-3 ga chiqsangiz ham qizi dars qilgan bo'ladi, foyalada. Qizi dars qilgan bo'ladi. Hamma darsda fikr xayoli, fokusi. Ha. O'tgan yili aynan sizlarning maktab sensatsiya qilyapti. O'qishga kirish bo'yicha adashmasam 100% o'quvchi talaba bo'ldi. Shunaqa. Shunday. O'zi Navoiy bir so'z bilan aytganda doim reytinglarda yuqori bo'ladi. Oliy ta'lim Ta'lim muassasalariga bo'yicha. kirishda ham doim yuqori. Keyin Buxoro, keyin viloyatlar ketaveradi. Malika, vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Viza bosqichida sizga omad tilayman, muvaffaqiyatli bo'lsin. Xudo xohlasa. Motivatsiya nima deydi? Bu bir so'z bilan aytganda bu podkastimiz yoshlar uchun aynan shu maqsadi bir bo'lgan, ya'ni chet el universitetlarida o'qimoqchi bo'lgan yoshlar uchun juda ham katta motivatsiya bo'la oladi deb o'ylayman. Tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Video foydali bo'lgan bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyalarda yozishingiz mumkin. Kanallarga obuna bo'lishni va videoni do'stlaringizga ulashishni esdan chiqarmang. Xayr, salomat bo'ling.